Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bugungi qismda biz yer osti dunyosiga boramiz. Bu yerda men Minecraftdagi eng g'alati oilani uchratdim. Bugun bizning ikkita maqsadimiz bor. Birinchisi uyni ichini ta'mirlashimiz kerak. Ikkinchisi olmosli zirhli kiyim yasashimiz kerak. Aytgancha kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Sizlarga yoqimli tomosha tilagan holda men ikkinchi qismni boshlayman. Hozirda mendagi bo'layotgan muammo mening qornim och. Jin ursin, bir donagina nonning ushog'i ham qolmabdi. Xayriyat, ikkita olma bor ekan. Na iloj shu ham bo'ladi. Ochlikdan o'zimni qo'limni yemasam bo'ldi. Men o'ylaymanki, barcha Minecraft o'yinini boshlashdan oldin mana shunday muammoga duch keladi. Mana bu kakaolarni yesa ham bo'larmikin? Yo'q, bo'lmas ekan. O'ylaymanki, bug'doylar o'sib chiqqan. Qani. Bro. Ko'proq ozuqa topishning faqatgina bitta yo'li bor. Bu Minecraft o'yiniga albatta qo'l keladi. Buning tabiatga ham zarari yo'q. Menimcha ko'pchiligingiz buni bilmasangiz kerak. Axir bu juda ham sirli qishloq. Qani bu yoqqa kel. Jin ursin, mana endi men nihoyat och qolmayman. Hozircha menda yetarlicha ozuqa bor. Bechora pechka ovqat yo'qligidan chang bosib ketgan edi. Men bu yerdagi sigirlar podasini qirib tashladim. Mana endi menda ham go'sht bor. Buning uchun Minecraft o'yinchilaridan uzr so'rayman. Men sizlar bilan ikkinchi qismda ko'rishib turganimdan xursandman va nihoyat men uyimni qurib bitqazaman. Mana bunisi kim bo'ldi? Nima balo, sen derazadan poylab o'tiribsanmi? Yoki sen nimanidir sotmoqchimisan? Beradigan buyumlaring musorga teng. Kel, men mana bu yerga chuqur kavlayman-da, seni mana shu yerga ko'maman la'nati. Jin ursin, u eshagini olib qochyapti. Qani, jin ursin, derazadan oshib tushib bilmadim. Sen mana bu yerga eshagingni tashlab ketaverasanmi? Uni menga keragi yo'q. Bo'lmasa men eshagingni sotib yuboraman. Sen unday qila olmaysan. Qurbon gul. Bah. La'nati, bu eshak gapga tushunar ekan. La'nati savdogar. Men uy qurishni boshlashimdan oldin zirhli kiyimimni yangilab olishim kerak. Keyin esa menga instrumentlar kerak bo'ladi. Hozircha menda 3 ta olmos bor. Kelinglar, buni to'g'rilaymiz. Yana bir nechta kirka tayyorlaymiz. Har ehtimolga qarshi bolta ham kerak bo'ladi. Mana endi olg'a. Biz birinchi navbatda g'or topishimiz kerak. Mana buni teshik desa bo'ladi. Jin ursin, yana shunaqa g'or tushdimi? Yo tavba. Menimcha bu g'orlar meni kuzatib yuribdi. Menimcha mana bu g'or, bu yerda vulqon bor ekanmi? Bu yerga bir chelak suv to'kamiz. Mana bu yerga ham bir chelak. Voy billa. Jin ursin, sal qolsa vulqonga kuyib ketardim. Jin ursin, bugun menga nima bo'lyapti o'zi? Xo'sh, qani bilmasam ishga kirishamiz. Ko'raylikchi bugun nima tushadi. Mana bu g'orning ichida begona o't o'syaptimi? Jin ursin, u mening uyimning tagida ekan, lekin ko'rinishi juda ham chiroyli ekan. Havosi ham toza ekan. Menimcha bu ham bioma bo'lsa kerak. Lekin men buni qachon uchratgan edim o'zi? Balkim birinchi qismda edimi? Menimcha bu deja-vu bo'lsa kerak. Sizlar e'tibor bermanglar, biz ikkinchi dublni syomka qilyapmiz. Albatta ozgina bo'lsa ham xatolik bo'ladi-da. Lekin bu yer chiroyli. Jin ursin, buni ko'rib hayron qoldim. Nima balo, g'ordan sirg'anib chiqib keldimi? Mayli, bu yerni tinchini buzmaylik. Lekin bu creeperni ko'rib tiqilib qolishimga sal qoldi. Balkim bu g'or menga olmos topishga yordam berar. Yana kim bilibdi deysiz? Balkim olmoslar meni o'zi tomonga chaqirar. Albatta hammasi hazil. Xo'sh, olmoslar qayerda edi o'zi? Vulqon mana bu o'tlarni yondira olarmikin? Lekin yonishigacha yo'l qo'ymaslik kerak. Mana endi ko'rinishi battar bo'ldi. Mayli, qidiruvni davom etamiz. Axir menga olmoslar kerak. Shular yetmay turuvdi. Juda ham chiroyli ekan. Manzarani ko'rinishi ajoyib. La'nati. U yerda fitfilyonta creeperlar bor-ku. Yashil o'tlar ichidan deyarli ko'rinmas ekan ular. Sizlar ham o'tlar orasidagi creeperlarni ko'rdingizmi? Agar ko'rgan bo'lsangiz kommentariyada yozinglar. Yo xudoyim. Balkim bir nechta urug' aymoqlaringizni olib kelarsiz. Bir 15 tachami mening hayotimni ozgina yengillashtirgan bo'lardingiz. Nima edi bu? Bu mening birinchi sehrli kitobim. Unda esa la'nati ko'rinmaslik bor ekan. Ajoyib. Bu nima, o'rgimchakmi? Uning zahari bor ekan. Hozir men uni sindiraman. Men o'rgimchaklarni yomon ko'raman. Stop. La'nati. Jin ursin, men ularni o'rgidek yomon ko'raman. Bu nima, ismlar tushirilgan nishonmi? Nishon topib oldikmi? Demak bu yaxshilikka. Xo'sh, yana bitta bor ekan. Mening omadim keldi shekilli. Bo'ldi, olmos qidirish vaqti keldi. Va nihoyat olmos. Jin ursin, bu yerda qancha olmos bor ekan? Yo tavba. Bu yog'i nechi puldan tushdi endi? Men deyarli 10 ta topdim. Jin ursin, bunaqa katta olmosni hali ko'rmagan edim. Salom. Yaqali. Men shunchaki sening sandig'ingni ko'rmoqchiman.
La'nati, men shunchaki sandiqning ichini ko'rmoqchiman. Mana bu it emganga o'xshab menga tashlanyapti. Xo'sh, qani? Bu musor to'lib yotibdi. Menga bu musorlar aslo kerak emas. Lekin sayohatimiz yomon bo'lmadi. Men 37 ta olmos topdim. Yangilanish bilan olmoslar qidirish ham oson bo'ldi. Shunchaki bahaybat g'orning ichiga kirib, kerakli buyumlarni olish kerak xolos. Xo'sh, mana endi men olmoslarni mana bunday qilaman. Bum bum. Mana bu ustimdagi sasigan zirhli kiyimlarni okeanga uloqtiramiz. Mana ikkinchi qismda yangi olmoslik zirhli kiyimlar. Mana buni ham uloqtirish kerak. Mana endi barcha narsalar olmoslik bo'ladi. Bularning barchasini sehrlaymiz. Mana shunda ular juda ham qudratli bo'ladi. Xo'sh, bu yerga shakar qamishlarni ekamiz. Mana kichkina bo'lsa ham ferma qurilyapti. Men bularni barchasini avtomatik tarzda qura olmayman, chunki menda pul yetarli emas. Hozircha biz g'or odamlarda yashaymiz. Mana endi ozgina kutsak bo'ldi. Do'stlar, nonushta qilmagan bo'lsangiz, nonushta qilaveringlar. Shakar qamish o'sgancha men ozgina ishlab olaman. Kelinglar, buning uchun bir ozgina vaqt ajratamiz. Biz ozgina resurslar to'playmiz. Axir menda yangi ish qurollar bor-ku. Biz tezroq uyning ichini qurib bitkazishimiz kerak. Mana shunda ko'chib o'tsak bo'ladi. Balkim shu seriyada ko'chib o'tarmiz. Kelinglar, bir ozgina gujum daraxtidan olamiz. Mana bu oq terakdan ham bir ozgina olamiz. Bu uyning ichidagi interyerga albatta kerak bo'ladi. Kelinglar, ozgina archa daraxtidan ham olamiz. Axir archa daraxtisiz uyday bo'ladimi? Agar sizlar archa daraxti ishlatmayotgan bo'lsangiz, men tavsiya beraman. La'nati, nimalar bo'lyapti? Nima balo, men o'lyapmanmi? Ha, Jinorson, yuragim chiqib ketay dedi. La'nati, sen yetmay turuvding. Jinorson meni har qadamda o'ldirishga harakat qilishyapti. Bo'ldi, bu yerdan keta qolganim ma'qul. La'nati, meni boshimga kamonni o'qi turibdimi? Mana endi uyini ichini remonti bilan shug'ullanamiz. La'nati, bu yerda nimalar bo'lyapti o'zi? Men material olish uchun ko'chaga chiqsam, ko'chada nimalar bo'lyapti? Nima balo, menga bosqinchilar hujum qilishga tayyorlanyaptimi? Jinorson, bu yerda hattoki qishloq ham yo'q-ku. O'lay, agar men bu yaqin atrofda qishloq ko'rmagan edim. Mayli, qurollaringizni tushiring-da, bu yerdan yo'qoling. Shunchaki qora qozon qaynamasin. Hozir men kelaman, 1 daqiqa. Jinorson, do'stlar, nimalar bo'lyapti? Men ular bilan qanday qilib bitim tuzsam ekan? Balkim ularga yegulik kerakmikin? Mayli, qalqonni qo'lga olamizda, ular bilan bitim tuzishga boraman. Ularga ko'rinmasdan o'tib olishim kerak. Men qulayroq joyga joylashib oldim. Ularning oldidan o'tganimni ular hatto payqashmadi ham. Mana endi ularga qo'qqisdan hujum qilaman. Qani olg'a. La'natlar, ular meni ko'rishdi. Bo'ldi, chekinamiz. Qani yo'qollaring meni uyimdan. Men seni, sen o'z do'stingni otib o'ldirding. Qani yo'qol meni uyimdan. Bu mening yerlarim. Yo'qolay. Mana shunday. Bu mening uyim, la'natlar. Ular o'zi qayerdan paydo bo'lishdi? Agar bu yaqin atrofda qishloq bo'lsa, ular paydo bo'lishadi. Yoki qishloq bor edi, men uni ko'rmadimmi? Do'stlar, sizlar ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozinglar. Sizlar o'ylashingiz mumkin, uyning ichida mana bu teshik nimaga kerak? Lekin menda haqiqatan ham ajoyib g'oya bor. Albatta, buning dizayniga alohida e'tibor bermoqchiman. To'g'risini aytsam, o'zim ham bu narsalarga tushunmayman. To'g'rirog'i, buni qurishdan maqsad men yer osti dunyosiga tushishim kerak. Xullas, buni amalga oshirishim uchun obsidian olamiz. Bu juda ham ko'p vaqtni olar ekan. Bo'ldi, mana endi menga shag'al kerak. Okeanda shag'al bormikin? La'nati. Bu meni ko'zimga ko'rinyaptimi? Bu yerda yer ostiga tushadigan tashlandiq portal bor ekan. Axir buni qayta qursa bo'ladi. Qo'yil. Menga faqatgina bir dona. Men hali bunaqa tayyor portalni ko'rmagan edim. Mayli, bu yerga bitta tosh va olov yetmayapti. Menimcha, bularsiz ham men uddalasam kerak. Portalni okean ichiga ishga tushirsa bo'larmikin? Agar bo'lsa yaxshi bo'lardi. Mana endi qayerdan bo'lmasin shag'al topishim kerak. Qani bo'la qol. Buni bir urinishda uddalashimiz kerak. Qani bo'la qol. Buni hisoblamaymiz. Bunisini ham hisoblamaymiz. Bunisini ham hisoblamaymiz. Jinorson. Biz buni bir urinishda uddalashimiz kerak edi. Jinorson. La'nati, mana endi menga havo yetmayapti. Va
Nihoyat men shag'al topdim. Meni omadim keldi. Qani olg'a. Xo'sh, qani uni ishga tushiramiz. Yer la'nati, ishlamayapti-ku. Balkim bir nechta bloklarni va bu yerdan suvni olsam, keyin yoqib bilarman. Agar suv ostidan yer osti dunyosiga tushsam, juda ham ajoyib bo'lardi-da. Menda ortiqcha blok qum olamiz. Bo'lmasam bu yerni qumga to'ldirib, portalni buzib tashlaymiz. Bu ish bermayapti-ku. Mayli, buni men qilmadim deb hisoblaymiz. Jin ursin, men yana bir bo'lak obsidian topishim kerak. Bugun sal omadim kelmadi-da. La'nati, la'nati. Yil la'nati. Xo'sh, mana tayyor. Hozircha uni mana shu yerga qo'yamiz. Qani 1 2 3 qizil maskuch, yonida bir qiz. Bum bum bum. Tayyor. Mana endi yer osti dunyosiga olg'a. Bedston oldiga tushdimmi? Jin ursin, nima buncha katta bu? Yil la'nati, u yerda yana bitta bormi? Ya, menda umuman imkoniyat yo'q. Men buni screenshot qilib olmasam bo'lmaydi. Agar uni yo'qotib qo'ysam, topish oson bo'ladi. Agar u yerda qo'rg'on bo'lsa, jin ursin, menda ajoyib spawn tushib qoldi-ku. Men doim urug' topish bo'yicha bilag'on bo'lgan